Assalomu alaykum. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Sizga Begobod shahridan Abduvoytov Farhod murojaat qilmoqchiman. 2022-yil taxminan iyul oylarida Iroda Tojiyeva degan ayol kishi o'zini blogerman deb tanishtirib, yer masalasi bo'yicha ishlaringni hal qilib beraman deb ishonchimga kirib, uyimga kelib 5 million so'm pul olgan. Oradan biroz vaqt o'tib, ikkita menga notanish bo'lgan ayol bilan yana kelib turib, yana 5 million so'm undirib ketgan. Ishlar bo'lyaptimi desam, ishlaringiz hal bo'ladi uka, hech xavotir olmang deb ishonchimga kirib yana olib ketgan. 3-safar 2023-yil boshlarida yana kelyapti-da, ishlarim nima bo'lyapti deb so'rasam, shu ishingiz bo'yicha yugurib yuribman, yana 5 million berasiz deb berasiz degandan keyin men yana olib chiqib beryapman-da. Orada aytyaptiki, $15,000 bersang, yuqorida Oliy sudda tanishlarim bor, hammasini hal qilib beradi bir deganda. Xohlasang tezlashtiramiz, $15,000 ber deb aytdi. Menda unaqangi pul yo'q deb aytdim. Va qo'limdagi o'sha birovdan olgan qarz pullarimni 5 million qilib qo'liga topshirganman. Hozirgi kunda undan keyin juda ko'p izladim bu ayolni. Telefonlari o'chirilgan. Oxirgi pul olgandan keyin keyinchalik bilsam, u qamoqda ekan. Qamalib ketgan ekan 2023-yil mart oylarida. İzlamagan joyim qolmadi. Keyin orada biroz vaqt o'tib, o'sha Mavlida opa degan opaxon bilan va akamlar bilan birga kelishdi. Meni izlab kelishibdi. O'sha xonadonda pul olganda bular ko'rishgan. O'sha Iroda Tojiyeva bilan birga kelishgan. Sodiqa opa, kechirasiz, Sodiqa opa va Mavlida opa bilan birga kelishgan ekan. Bular meni izlab kelishdi. Men bular umuman tanimagan insonlar. Kelib uyimga kelishdi-da, o'zlarini dardlarini aytishdi. Shu qarasam, eshitsam gaplarini, bularni ham shu uylarini olib, aldov yo'li bilan uylarini o'zining nomiga o'tkazib sotib olibdi. Bu opaxon hozir ko'chada yuribdilar. Ko'chada qolib ketganlar. Iltimos qilaman, o'rtoq prezident, mana shunaqangi mashinliklarni, yolg'onchilarni Begobod shahridan tozalashga yordam berishingizni so'rayman. Ichki ishlardan, prokuraturadan qachongacha bunaqangi jabr ko'rib yuramiz? Iltimos qilib qolaman, o'rtoq prezident. Assalomu alaykum yurtdoshlarim. Axir do'stlarim, men ham shu Tojiyeva Irodaga firibgarning qo'liga tushib qolganman. Meni ham bir nizolik uyim bor edi. Shuni to'g'rilab beraman. Mana opajon meni nomimga o'tkazing, mana men chiqarib beraman, men to'g'rilab beraman deb notariusga borgandan keyin meni nimaga kalamni galdiratdi, bilmadim nima bo'ldi, ishqilib polni unga o'tkazib berdim. 3 oyda uyingizni o'tkazib beraman, chiqarib 3 oyda sotib boshqa yoqda uy olasiz opa deb maqtanib shunaqa o'qigan edi. Men unga ishonibman. Bu arada meni Rossiyadagi o'g'limning mazasi yo'q edi. Hikmat oyog'ida operatsiya bo'lganda meni tushkunlikka tushgan mahalimda foydalanar ekan. Bu qiz foydalandi. Shuning uchun Shavkat Miromonovich sizdan, Begobod prokurori, IBB xodimlari, hokimlar, iltimos sizlardan shu menga yordamlaringni ayamasalaring deyman. Bu qiz oliy ma'lumotli emas. Bu qiz yana 168 bilan qamalib keldi.
2 yil propagandamni shunda yurdi. Mahallaga nima atrofini tozalovchi qilib davlatga pul o'tkazadiganchi bo'luvdi. Yo'q, bu qiz keldida Bobur mahallaga raisni oldiga stollarni qo'yib, raislik vazifasini bajardi. Hali 2 yil davlatga ishlab berish uchun ishga qo'ygan ekan mahallaga. Keyin men o'zimni shu uyim mamasi bilan bormagan kunim yo'q edi. Borar edim, aldab jo'nataverdi. Oxiri bu qiz 3 yil o'tdi, 2 yil davlatdagi nimalarini tugatib bo'lgandan keyin 24-yil 12-oktyabrda meni uyimni sotib olgan ekan. Men borsam, opajon sotganim yo'q. Ukaxonlarim bilan gaplashganman. Ukaxonlar hammasi to'g'rilab uyingizdagi odamni chiqarib, o'zingizga keyin nima qancha bo'lsa o'sha rasxotini oladi deb meni aldab yana jo'natib yubordi. Endi bilsam bu qiz o'sha uylarni hal qilib, hamma yoqni to'g'rilab bo'lgan ekan. Endi bilmayman kimlar bor, kimlar bilan gaplashyapti. Tergovga berdim. Tergovni yo'q tashladi. 2025-yil avgust 10-da yopgan ekan. 10-sentyabrda borsam tergov qo'l qo'ying opa dedi. Mazam yo'q edi. So'ramadim, boshqa ham qilmadi. Meni yozib borgan odamlarimni chaqirmadi. Tushuntirish xati olmadi, bizni yuzlashtirmadi. Mana shunaqa qilib bu qiz endi hozir mahallada ham ishlab tinch ishlagan yo'q. Zam hokimni ishdan bo'shattirdi bu. Yana odamlardan pul, boshqa odamlardan pul undirib yuribdi. Ishqilib hozir bu endi bu qiz qanday bu mahallaga ishga kirdi, hech kim tushuna olmayapti. Bu qizda diplom bo'lmasa, bu qiz oldin ham xulqi yaxshi bo'lmagan ekan. Bu qizni eshitishimga qaraganda, lekin meni 3 ta yetimimni haqi hech ham o'ylamayapti bu qiz. Bir kun borib bir anavi bo'lishini, lekin eri bilar edi buni, o'g'li bilar edi, onasi bilar edi. Hozir endi hammasi taniyapti, qizini yonini olyapti, xotinini yonini olyapti. Bular shu birovni haqqini yeb urganiga o'xshaydi bular ham oilaviy. Men tushkunlikka tushib qolganman. Meni 38 ga kirgan bolam Rossiyada mana shu ko'chada qolganim uchun 2 marta infarkt ushlab, 2 marta operatsiya bo'ldi, yuragiga sent qo'ydi. Hozirgacha mana sovuqdi kunlarida ukamnikida, kelinnikida shunaqa yoqda bu yoqda yashab yuribman. Lekin bu qizni pinagini buzmayapti bu qiz. Vijdon qiynalmayapti bu qizda. Shuning uchun men urushib, birov bilan talashib yurgan ayol emasman. Men u bilan o'sha toqatim ham yo'q. Meni o'sha kasal qilib o'ldirdi bu qiz. Shuning uchun sizlardan, IB xodimidan, prokurorlarimizdan, hokim bobolardan, xotin-qizlar shu qizni yo'lga solinglar. Men 63 yoshga kiryapman. Payg'ambar yoshiga Allohim yetkazsin Xudoyim. Shu bolarim baxtiga sog' salomat yuray. Lekin bunaqa firibgarlarni, bunaqa ishlaydigan mahallada ishlashga noloyiq deb o'ylayman. Shuning uchun Shavkat Muramonovich sizdan bizlarga yordam berishingizni so'raymiz. Bekobod shaharimizda ko'p odam bundan aziyat chekyapti. Bilmayman buni qanaqa ona tuqqan ekan. Tushuna olmayapman qizni sira. Shuning uchun Allohim hammaga sabrlik tilab o'tiribman endi qani bu qizga insof kirarmikan deb. Alloh Xudoya shu qizga insof bersin, shu 3 ta yetimimni haqqini qaytarib bersin. Shuning uchun men yana bir bor Bekobod shaharda prokurori, IB hokimiyatlaridan yordam so'rayman. Yordam berishlarini so'rayman. E'tiborlaring uchun rahmat. Men Bekobod shahar Bobur mahallasida ishlab yurgan paytlarim
Mana shu Mavluda opa mahallaga kelib yurardi, ya'ni Iroda Tojiyevani oldiga kelib yurardi. Ikkalasi mana shu raisni xonasida gaplashardi. O'shanda ko'rganman. Opa payti menga muammosini aytmagan. O'shanda Iroda Tojiyeva bu opaxonim deb menga shunaqa tanishtirgan. Keyinchalik bilsam, bu opani uyini o'zlashtirgan ekan. O'sha paytlari menga Iroda Tojiyeva Bekobod shahar 65-kvartalda ikki xonami uyim bor deb aytgandida va begona odamlar shu kirib olgan, agar tanishlaringiz bo'lsa, shuni chiqarishida yordam bering deb so'ragandi. Keyin men ikkilandim, shubhalandim. Bunaqasi bo'lishi mumkin emas. Undan keyin bu narsaga aralashmadim. Keyinchalik uyni sotadigan bo'lganda ham takliflar bildirilgandi, menga ham takliflar aytgandi. Boshiga qanchadir summa berasiz, qolganini bo'lib berasiz, yengilroq qilib beraman degandi. Bu muammoli bo'lgani uchun bu narsalarga men umuman aralashmaganman. Bu yonimda o'tirgan Farhodning masalasi bo'yicha Mavluda opa shu Farhodni uyiga olib borib keling deganda, men mashinamda Farhodnikiga olib bordik. Farhod uydagilar kutib olishdi. O'shanda Farhod bilan Mavluda opa o'sha o'zlarining muammolari bo'yicha gaplashdi. O'shanda Tojiyeva Iroda Farhodga men blogerman, mana shu yer masalasi bormi, boshqa masalani hal qilib bera olaman deb ishonchga kirgan. Toshkentda boshqa joyda tanishlarim bor deb aytgan. Farhod haqiqatdan ishongan. Farhodning oldiga yonida 2-3 ayollar bilan birga borishgan. Farhoddan jami bo'lib 15 million so'm olgan. Buni men eshitishim bo'yicha 5 million qilib Farhod Iroda Tojiyevani qo'liga bergan ekan. Bu narsalarda bari endi firibgarlik, mana shu bugungi kungacha ham Farhodga pullarni qaytarmagan, ishlarni ham qilib bermagan. Buning orqasidan Farhod ancha aziyat chekkan, sog'liqlarini yo'qotgan. Buni mana men guvohi bo'ldim. Shuning uchun muhtaram prezident, qolgan mutasaddi shaxslar yordam berishlaringizni so'rayman. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Hurmatli O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Men sizga murojaat etyapman. Men shu Bekobod shaharda yashayman. Bobur mahalla. Mana shu rais Iroda Tojiyeva haqida sizga mana 3 inson aytib berdi. Bo'lgan voqealarini va boshiga solgan kunlarini. Men bu Tojiyeva Irodani 2024-yildan beri bizni Bobur mahallamizda idorasida noqonuniy kotiba bo'lib kirib ishlaganini ko'rdim. Lekin u obodonlashtirishda ishlash kerak bo'lgan ekan. Buni biz keyinchalik bildik. 2005-yil u o'zining nomzodini mahalla raislari tanlashga qo'ydi. Biz mahalla kengash a'zolari 7 a'zolar buni bloger mandib menga 2024-yil aytganida bloger stoldan qamalgan degan edi. Biz shuni bilgan edik, что bloger stoldan bunda sudimiz borligini. Keyin shuncha harakat qilib kengash a'zolari nima qildi? Bir marta sudlangan ekan. Lekin yaxshi inson deb bizni ishonchimizga kirib, bizga shunaqa va'dalarni berib, bizni aldab 168-modda bilan 3-qism bilan B bandi bilan qamalib chiqqanligini aytmasdan bizni ishontirib, biz unga ovoz berdik va saylov jarayonini o'tkazdirdik. Mahallada uni yaxshi inson deb tavsiya etdik. 3 oy ishladim. Men Bobur mahallada aktivist, kengash a'zosi bo'lib. Shu 3 oyda davomida men ko'rdim bu insonni qilayotgan qilg'larini, bosim o'tkazishini, tuhmatlar qilishini, g'iybatlar tarqatishini
va mana shu o'rtada o'tirgan Habibullo aka bizni Bobur mahallamizda hokim yordamchisi bo'lib 3 yildan beri ishlab kelganlar. Shu inson o'z vazifasini to'g'ri bajarib, uyma-uy yurib, ayollarga, qiynalgan ayollarga, ishsiz ayollarga hokimiyat tomonidan o'zini ishiga loyiq yordamlarni ko'rsatib keldilar. Va Iroda Tojiyeva rais bo'lgandan keyin asta-sekin nimagadir u yonidagi atrofdagi insonlarni yoqtirmay qoldi. Mahalla yettiligini. Keyin men mana shu 3 oy ishlab yurgan paytimda shu ahvollarni ko'rib, men aktivistlarlikdan voz kechdimda va tinchgina uyimda o'tirdim. Shu paytlari ko'p marotaba ko'chada ko'rib qolganimizda o'sha paytlari ko'p marotaba bu inson bilan gaplashib yurgan, suhbatlashganimda Habibullo aka ko'zida yoshi bilan menga mahallada bosim qilyapti. Men qanaqadir informatsiyani chetga tarqatyapman ekan. Meni sen vatan xoinisan deb kamsitib bu insonni stressga tushirib qo'ydilar. Dovushda shu drosh ko'z yoshlari bilan gapirib berdi. Ko'p marotaba son sanoqsiz. Iltimos sizdan mana shu bizni mahallamizga yaxshi rais kelsin deb biz shuncha harakat qildik-ku, lekin bizni mahallamizga bizni aldab 168-modda bilan qamalgan insonni biz tanlab hozirgi qilayotgan ishlari mana kelib chiqdi. Bitta mana 15 millionni aldab ishonchiga kirib, otalari kasal ekan. Mavluda opani xuddi shunday ko'chada qoldirib turib, 3 ta bolasi bilan uyi yo'q Mavluda opani. Iltimos sizdan, hurmatli prezident Shavkat Miromonovich, yordam bering bizga. Bizni dardimizni eshiting. Iltimos, mana shu mas'ul. Все выключай.